Mana bu pistalarda yiriligini qaranglar aziz obunachilar. 2026-yil 23-iyul sanasida o'rtoqlar pistalarda hosildorligini ko'rsatyapmiz o'rtoqlar. Vodiyda bo'lib turgan pistalarimiz. Kamerachi yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying-da buni qaranglar. Yiriligini qaranglar o'rtoqlar. Yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar-da. Bu pistalar vodiyda bo'lib turibdi o'rtoqlar. Bu pistalarda bu video qilishimizdan maqsad bizda ishonchli ko'chatlaridan bor. 1 yoshlik, 2 yoshlik kimga kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Bu pistamizni hozirgi kundagi yoshi mana Tailandning bitta ko'rsatib qo'yinda 17-18 yoshli pistamiz. Buni qaranglar, kattaligini, buni qaranglar, hosildorligini qaranglar. Vodiyda ancha-ancha joyda hali bunaqa pista bo'lgani yo'q. Buni qaranglar, pistalarning hosilligi. Bu pistalarda ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa dastavka xizmatlari bor. Ekilish sxemalarni ham o'rgatib boramiz. Ko'chatlardan olmoqchi bo'lsalaring, telefon nomerlarimiz profilda bo'ladi. Buni qaranglar. Yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Bitta tut ko'rsatyapsanmi deganlarga mana boshqa tutlarni ham ko'rsatib boramiz mana. Buni qaranglar. Kamerachi naryoqlarni ham bittadan bunday ko'rsatib qo'yingda mana. Pista bo'lsa shunchalik bo'ladi-da mana. Mana. Nimaga bizniki meva qilmayapti deganlarga ko'chatlarni xarid qilsalaring, ekilish, tarbiyalash usullarini hammasini o'rgatib boramiz. Xudo xolasa sizlarning uylaringizda ham shunaqa pista bo'lishiga ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lamiz, xudo xolasa. Ko'chatlardan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Telefon nomerlarimiz profilda bo'ladi. Video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz bittadan like bosib qo'ying. Kanalimiz rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Pistadan ko'chatni olmoqchi bo'lsangiz yo bir tanishingiz olmoqchi bo'lsa, shu videoni ulashib qo'ying. Sog' bo'linglar.